Salom do'stlar, sizlar bilan Lord Gamer kanalisizlar. Bugun bo'lmasa biz boshladik. Chaqirib turmay turay, bra. Chaqirmayotganini yo'q qo'ydik. Xullas, bugun men videoni preview'dan ko'rib turganlaringdek, bugun mening akkauntimni obzori bo'ladi. Nimadan boshlaymiz? Atak orujadan normal oruja. Yo'q, misol uchun evolyutsiya yo'q. Birorta ham evolyutsiya yo'q. Ana 67 ta orujaga skin bor. Bu bor masterski. Atak masterga chiqib qolganman. Tanab qilganda beraganman qilishni. Qolgani oddiy propusк tekinlar. Hammasi tekin olma. Brandasi ham pullik emas. Mana buni boyaq propuskdan berdi adashmasam. Buni ana buni tarash. Hammasi keyin vaqtlik emas, ba'zi birlari. Endi biz skladga o'tsak, juda ham old narsalarim yo'q. Akkauntim unchalik donatorskiy Prime 8. Wow, akkaunt emas, xullas hamma tekin nima bo'lsa hammasini olgan. Mana bu animega o'xshagan. Endi uzr, men bilmayman ismini. Anime ko'rmayman, to'g'risini aytsam. Bu jackpot, bu kim post tekin ber. O'sal. Bu ham tekin berilgan. Mana bu boyaq propusk, boyaq. Bu ham tekin berilgan. Ayiq. Nimagadir qaradi-da. Va bu hamma beradi. Qiz bola skinlarda ham hamma kiyimlar bor. Shapkaga kelganda boyaq propusk, to'n Prime 2 bo'lganim uchun bergan. G'alati. Bu ham legendarniy qora makyaj bor o'sha akkauntimda. Futbolkalardan masterski hamma futbolkalarim bor. S47, 46 dan Boretingdan S33 dan hamma futbolkalari bor. Bu ham bor, bu boyaq. Bu masterski. Bu Boretingda master chiqqanda bergan, bu animega o'xshagan kelganda berganda bitta vaqtlik kiyim bor. Buni ham keysdan tushgan. Bu ham keysdan tushgan. Kimni qo'yamiz? Bu yangi animeni ishtoni, bu eski animeni ishtoni. Xullas hammaga beradigan savol, siz qachondan Free Fire boshladingiz deb. Men Free Fire boshlayotganimga 1 yil bo'ldi. Lekin bu akkauntga 1 yil bo'lmadi. Bu akkauntga Prime 2 download qilganman, ko'pgina emas. Endi qo'ldan kelguncha-da. Endi emotsiyalarga o'tganimizda masterski emotsiya bor, ikkitasi ham. Mana bu kelganda 2 kishilik emotsiya. Birga 9 almazga tushib qolgan. Shunchalik ham omadli bo'lamanmi o'shanda. Xullas bu aura. Ash bolacham u mashg'ul bo'lib ketgani Free Fire. Bu emotsiyani almas tashlaganda bergandi. Kirib kelishda yo'q, движение yo'q, kiyim almashtirish yo'q. Движение ham yo'q. Nokta sonunda hammasi tekin berilgan. Atak mana bu ham tarqatib almasdan tushgan. Bu boyaq propusk, boyaq propusk birinchi propusk olgan bo'ldim shu boyaq propuskda. Kalmar o'yini. Sezon ham dahshat kelganda. Hamma klonlar kelganda.
Parashyutlardan uncha qiziqarli narsam yo'q. Master parashyut. Faqat shuni o'ynayman. Bu nima deydi? Skateboard. Shunga o'xshagan narsadan 15 ta. Mashinaga skin xullas. Bitta kovridni skini bor. Keyin mana bu yangi kelgan mashinaga skin. Motoga skinim 4 ta. Mana bu mashinaga esa 2 ta skin bor. Mana bu mashinaga bunga xullas akkaunt avatarkalariga kelgan bo'lsak, xullas shuncha 118 ta avatarkam bor. 118 ta. Bannerdan esa eng yoqqani, eng birinchi bo'lib donat qilib olgan avatarkash Sayonara Boyni avatarkasi. Qolgani master va personajlarniki. Bu yerda ham old narsa yo'q. Xullas, qo'ldan kelguncha akkaunt kuchaytirganman. Prime 2. Akkauntimda 300 almas bor. Keyingi boyaq propusк 5 soatdan keyin keladi. Birinchilardan bo'lib foto olaman. Xullas bolalar, sizlarga kattakon rahmat kuzatayotganlaring uchun, palishka qilib, like bosib, podpiska bosganlaring uchun. Kim menga durja tashlasa hammasini olganman, qarochi. Sizlar ham durja tashlasalaring bo'ladi, birga o'ynaymiz. Atak men kibrmas va kibrlik qilmayman, olaman durjalarni. Hammaga rahmat do'stlar, sizlar bitta obunani ayamasdan bossalaring, menga katta motivatsiya bo'lardi. Hammaga rahmat bolalar, sizlar bilan Lord Gamer bo'ldi.